Devam etamiz. Ekranlar oldina Yuqori Terishqa ovulida g'amir kechirishi bugun 23-may kuni o'zining o'g'li 70 yoshlik yubileyli tug'an kunini qarshi olish yaqtashimiz Kamila Safiyullo qizi Hamzinani chaqirib olam. Ona unutulmaslik g'amir bayrami bilan ixlosdan qizlari Farida, Liliya, o'g'illari Farid, Fatih, kuyovlari Radik, Azad, kelinlari Ramziya, Gulnora, aniqlari Rail, Gulnora, Salavat, Rashid, Ilnar, Ildar, Leysen, Ozat, Bulat, Olsu ham Amina qitlilar. Yuqori Terishqa, Novospask, Slyzrin shaharidan kelgan qitlovlarni o'g'li shodlik bilan o'qib ketam. 70 yosh, ko'p yoki ozmi bu? Shusha yoshga yetgan kishilarning ko'pisi o'zlarini baxtli kishilar deb hisoblaylardir. Ularga turmush yo'lida ko'pni kechirishga, ko'pni ko'rishga to'g'ri keladi. Uzoqqa so'zilgan buyuk vatan sug'ishidan so'nggi og'ir yillar, ochlik, yolang'ashlik, qatlovli 90-yillar, aniqlari ham aniqchalarına seylar so'zlari ko'p alarning. İstevine kichkinadan ular borasida turmush orbasına jigilib, bor ishni ishlaganlar deganday. Bizning aziz aniyimizdan naq shunday kishilarning birisi. Aniyimiz g'umr bo'yi oilasi uchun bek tirishib ishlagan. Sen dunyoda eng adil, tartibli, aqlli, to'g'anshil, sof ko'ngilli kishilarning birisidir. G'azizimiz bizning. Sen butun g'umringni, butun jon-jilingni bizga, bolalaringga bag'ishlading. Atiyimiz bilan siz bizni turmush sevishgan, tirish, bilimli etib o'stirdingiz. Sendagi ko'ngil sabrlig'iga tong qolarliq. Bizni kishi bo'lsinlar deb o'stirgan yiqiz istinlaring, bizga qilgan izgiliklaring uchun bugun sening olda bosh iyamiz. Tavlikning qaysig'ina vaqtinda qaytsak da, sening tobining har shaq azir, yuzing oshiq, sirdashishimizda, tipli kengashishimizda, og'ir qishib yuvatishimizda sen qadrlaniymiz. Yurtimiz ko'gi har shaq oyoz, quyoshli. Onun negizine her bir pushmog'ina sening ko'ngil sofligi, ko'rkamligi singan. Qaylarga g'ana ketsek de biz tug'an yurtimizni sog'inib, o'shib qaytamiz. Chunki onda sen bizni sog'inib ketasan. Rahmat senga aniyimiz. Iymon nuri to'lgan ko'ngilingga jon rahati, jon tinchligi topib, kelashakda de biz bolalaringga xayr fatihangni berib yashasang edi. Biz baxtli bugun, bek baxtli. Aniyimiz bor o'rnak olirliq. Bu dunyoning ne bor hikmatlarin bor kimdan o'rganib qolirliq. Quvonishlargina olib kelsin 70 yoshing, o'g'li bayraming. Senga bugun bo'lak etamiz biz barlik yaxshiliklar baylamin. Kishilikli, sabr, tuzimli sen, marhamatli do'stqa, tug'anga, tug'anlaring barisi seni hurmat eta, keng ko'ngilli kishi bo'lganga. Yillar o'tadi deb burshilmasin. Yillar o'tib bir ne to'g'ilov, sog' salomat bo'lib uzoq yashav, o'zi baxt, o'zi shodlik ol. Amin. Xudoy senga tanishtirmish bersin. Bolalardan ko'rsin igilik, halal kishing bilan g'amir etding. Baxtlaring bo'lsin g'amirlik. Hurmatli Kamila Safiyullovna, shin ko'ngildan bizda bor qitlovlarga qo'shilamiz, ham bo'lakka motor jir yo'llaymiz. Ürettik bizni yaşarga, turmuş kaderini bilip, kilgen ağırlıklarını da o'tkaradilding kulib. Shashtaligin nasib asanda, yo'g'ala bütün hasret, barisi için, enkay simaning rahmat. Şaştalige nasip asanda, yo'g'ala bütün hasret, barisi için, enkay simaning rahmat. Yaşadın gel
bizning işin uylarında gelip ala senin kebek merhametli olsa iyiydi her ana şeştenige nasip asanda yuğala bütün hazret barısı işin en keysima rahmet Enkeler kızını İskender'e otururuz. Belki koçkaş çaltıratırsız. Müşterici verseniz de artık olmaz. Her vakitte yeneşede yaşasan idi şulay uzun ömür bir idi Gülgesine Xuday Şeştenigi nasip asanda yuğala bütün hasret barısı işin en keysime rahmet şeştenige nasip asanda yuğala bütün hasret barısı işin en keysime rahmet barısı işin en keysime rahmet